Adlakam şu malda yaptı Xudo xolasa so'yaman dedi. 30 necha dediniz? 34 milyon. O'lchadingizmi? Yaqinda o'lchaymiz. O'lchaysizmi hozir? Mingizga hozir o'lchaymiz 34 millionga olibdi. Adlakam yaptı buni. So'yaman dedi Xudo xolasa. Sifatli mal. Adlakamning olgan mali hozir Xudo xolasa o'lchaymiz bu malni. 600 kilo, 595, 600 kilo keladi Xudo xolasa. Hozir o'lchab ko'ramiz. Yaxshi mal. Xudo xolasa mana mingizamiz hozir. Aman. Qana? Kaç? 610 kilo. Ya tashqariga bir kilodim men bu malni o'zi ya. Ya, bir kilo. Obunachilar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kuzatuvchilar. Bugungi xizmatlarimiz ham bor. Mollar duo qo'yadi. Angus mani chiqib desangizlar bor. Qo'yib turibmiz yana. Yana bir kez duruşu. Vallahi bu akşam aytaverasizlar obunachilar yana. Keladilar. Şırp. 200 olib kelaverasizlar desangizlar. Angus kerakmi, limuzin kerakmi? Bu zatdan bor kuzatuvchilar. Tüfeler. Korkma, süzmeydi. Kuzatuvchilar. Yine bir kez duruş. Obunachilar. Vurup turibdi, ikkini urdi canavar. Hajasi bu ikizam. Kuzatuvchilar. Bugun 22-dekabr obunachilar. Misha canavar.